Bir adam Allah'a işinip, onunla kündü 5 qatim secde qilib namoz o'qisa, nima uchun Alloh taolo yana onunla turli balo va musibatlarni beradi? Nima uchun Alloh taolo o'ziga ibodat qilgan, o'zining buyruqlarini ijro qilgan kishilarni har xil balo musibatlardan saqlamaydi? Said ibn Abi Waqqas Peygamberimiz Muhammed aleyhisselamdan "Ey Rasulullah, qanday odamga eng qattiq musibat keladi?" deb so'raydi. Peygamberimiz Muhammed aleyhisselam Ətrafımızdakı bir adamga kasal va shunga o'xshagan ma'lum bir balo musibat kelsa, darhol Alloh uni jazolagan bo'lishi mumkin deganga o'xshagan uningga gunohkor nazarimiz bilan qaraymiz. Hatto o'zimizmi ma'lum bir musibatga uchrasak, mayli iqtisodiy ziyon bo'lsin, yoki kasal bo'lsin, yoki shunga o'xshagan ma'lum bir sinoqqa duch kelsak, darhol o'zimizni gunoh izlashga boshlaymiz. Nima uchun Alloh taolo bu musibatni menga berdigandi? Men qaysi ishni xato qilgandimmi? Qanday ig'ir gunoh o'tkazgandimmi deb o'zimizga gunohkor nazarimiz bilan qaraymiz. Amaliyotda bir odamning ma'lum bir musibatga uchrashi Allohning o adamga g'azab qilganligimi yoki Allohning o odamni yaxshi ko'rmaganligimi o'ylab baqadigan bo'lsak, bizning bu dunyoda mol dunyoga erishishimiz yoki turli balo musibatlardan saqlanib qolishimiz bizning musulmon bo'lganligimiz uchun Allohning bizga bergan mukofoti bo'lmagandek, bu dunyoda uchragan qiyinchiligimiz va duch kelgan balo musibatlarimiz bizning qilgan xatoligimizning jazosi yoki Allohning bizni yaxshi ko'rmaganligi va bizga g'azab qilganligi emas. Chunki bu dunyo jazo mukofot maydoni emas. Bu dunyo imtihon beradigan imtihon maydoni. Bu dunyoda qilganimizning mukofotini yoki jazosini oxiratdagi abadiy dunyoda olamiz. Alloh taolo Qur'oni Karimda "Va nablukum bish-sharri wal khayri fitna va ilayna turja'un." Biz sizlarni dunyoda yomonlik bilan, ya'ni kasal bilan, savdoda ziyon tortish bilan va shuningga o'xshagan turli balo musibat bilan sinaymiz. Wal khayri fitna. Yaxshilik bilan sinaymiz. Ya'ni mol dunyo berish bilan, kasaldan saqlab qolish bilan, turli balo musibatlardan saqlab qolish bilan imtihon qilamiz. Ya'ni dunyoda erishgan yaxshiligimiz va yomonligimiz har ikkisi imtihon. Va ilayna turja'un. Va bizga qaytarilisizlar. Ya'ni dunyoda yaxshilik va yomonlik bilan imtihon qilinib bo'lgandan keyin bizga qaytarilisizlar, undan keyin mukofot va jazoni oxiratda abadiy hayotda olasizlar deydi. Bu oyat bizga shuni deydiki, dunyo xizmat maydoni, imtihon maydoni, jazo mukofot maydoni bo'lsa oxiratda. Shuning uchun dunyoda uchragan turli balo musibatlarning hammasi imtihon, hargizmi qilgan xatoligimizning jazosi emas. Va shundaqla dunyoda erishgan mol dunyo, saqliq va shuning o'xshagan yaxshilikning hammasi musulmon bo'lganligimiz uchun, yaxshilik qilganligimiz uchun, namoz o'qiganligimiz uchun berilgan mukofot emas. Aksicha, u bir imtihon. Agar bir odamning dunyoda mol dunyoga erishishi, Allohning u odamni mukofotlashi yoki Allohning u odamni yaxshi ko'rganligining alomati bo'lsa edi, Alloh taolo Qorunga bergan mol dunyoni o'zining payg'ambarlariga bergan bo'ladi. Va shuningdek saqliq, namoz o'qiganlik uchun, yaxshilik qilganlik uchun bergan mukofoti bo'lsa edi, Alloh taolo Fir'avnga bergan saqliqni Ayyub alayhissalomga bergan bo'ladi. Undaqda bu dunyoda balo musibat va qiyinchilik bir musulmonning beshiga nima uchun keladi? Buning bir qancha sababi bor. Birinchi sababi, Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa va uningga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, uningga musibat beradi. Xato anglamadingiz. Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa va uningga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, uningga musibat beradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda "May yuridullohu bihi khayran yusib minhu." Alloh taolo qandoq bir odamga yaxshilikni iroda qilsa, uningga musibat beradi deydi. Ya'ni Alloh taolo bir bandaga yaxshilik qilmoqchi bo'lsa, uningga kasal, bolasidan ayirish, yoki eridan ayirish, yoki ayolidan ayirish, yoki onasidan ayirish, yoki dadasidan ayirish, yoki mol dunyosida ziyonga uchratish o'xshash turli musibat beradi deydi. Nima uchun Alloh taolo yaxshilik qilmoqchi bo'lgan bandasiga musibat beradi? Chunki odam musibat kelgan vaqtida Allohga yalinadi, Allohga yolvoradi, Allohga duo qiladi. Dal mushu sababdan Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga musibat berish orqali o'zi tarafga tortadi. Uning yolvorishlarini, iltijolarini, duolarini anglashni xohlaydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhissalom hadisda "Iza ahabballohu 'abdan ibtalahu liyasma'a tadarruahu." Agar Alloh taolo bir bandani yaxshi ko'rsa, uni imtihon qiladi, unga musibat beradi. Nima uchun? Liyasma'a tadarruahu. Uning yolvorishlarini, uning iltijolarini, uning duolarini anglash uchun deydi. Demak, bir banda bexutlashib, Allohdan yiroqlashgan vaqtida, agar Alloh taolo u bandani yaxshi ko'rsa, o'zi tarafga tortish, uning iltijosini anglash uchun unga musibat beradi. Banda musibatga uchragandan keyin o'zining ojizligini his qiladi. Allohga yolvoradi, Allohga duo qiladi, Allohga iltijo qiladi. Bir odamning musibat kelgan vaqtdagi duosi bilan musibat kelmagan vaqtdagi duosining o'rtasida osmon zamin farq bor. İnsan musibat kelgan vaqtida o'zini Allohga shundoq yaqin his qiladiki, butun vujudini Allohga ataydi. Dal mana shu sababdan Alloh taolo yaxshi ko'rgan bandasiga musibat beradi. Ikkinchisi, Alloh taolo bizning musulmonligimizning rost yoki yolg'onligini ayirish uchun bizga musibat beradi. Chunki musulmon bo'ldim deganlik Allohga taslim bo'ldim deganlik. Taslim bo'lgan odam qanday bo'ladi? Uningdan yaxshilik kelsimi, yomonlik kelsimi, uningga sukut qiladi, sabr qiladi.
isyon qilmaydi. Ya'ni musulmon bo'ldim deganlik Alloh menga yaxshilikni bersinmi, yomonlikni bersinmi, taslim bo'ldim. Alloh taolo menga nimani iroda qilgan bo'lsa shunga taslim bo'ldim deganlik bo'ladi. Mana bu so'zimizning rost yoki yolg'onligi bizga musibat kelgan vaqtida musibatga tutgan pozitsiyamizda ayriladi. Alloh taolo mana mushu pozitsiyamizni ayirish uchun, ya'ni musulmon bo'ldim degan gapimizning rost yoki yolg'onligini ayirish uchun bizga musibat beradi. Agar biz musibat kelgan vaqtida sabr qila olsak, haqiqiy taslim bo'lg'uchi bo'lamiz. Aksicha qarshsak, norozi bo'lsak, Allohga isyon qilsak, men musulmon, ya'ni men taslim bo'lg'uchi degan bu so'zimizda rost etmagan bo'lamiz. Chunki biz musulmon bo'ldim deyish bilan jannatga kirmaymiz va imtihon qilinmay tashlab qo'yilmaymiz. Alloh taolo Qur'on Karimda ahasiban nasu ay yutraku ay yaqulu amanna va hum la yuftanun. Kishilar biz Allohga ishondik deyish bilan imtihon qilinmay tashlab qo'yildi deb o'ylandi. Hargiz undaq emas. Ya'ni iymon etdim, musulmon bo'ldim, Allohga taslim bo'ldim degan bu so'z uchun Alloh taolo bizni imtihon qiladi. Bu gapimiz rostmi, yolg'onmi? Buni ayirish uchun bizni turli qiyinchiliklar va turli musibatlarga duchor qiladi. Bu nuqtadan qaragan vaqtimizda biz kelgan musibatlar bizning iymonimizning rost yoki yolg'onligini ayiradigan iymoniy tekshirish. Shunga har bir odam o'zining iymoniga yarasha imtihon qilinadi. Said ibn Abi Waqqas payg'ambarimiz Muhammad alayhisalomdan: "Ey Rasululloh, qanday odamga eng qattiq musibat keladi?" deb so'raydi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Al-anbiya, thumma al-amsal, fal-amsal." Eng qattiq musibat keladigan kishilar payg'ambarlar. Ondan keyin shularga o'xshashlar shu daraja bo'yicha osmonga tushadi. Har bir odam o'zining diniga yarasha imtihon qilinadi. Fa in kana fi dinihi salban ishtadda bala'uhu. Agar bir odam dinda mustahkam bo'lsa, qattiq bo'lsa, uning uchraydigan imtihoni, uning uchraydigan balo musibati qattiq bo'ladi deydi. Chunki biz yuqori degandek, musibat bizning iymonimizning rost yolg'onligini ayiradigan sinoq va tekshirish olib berish. Shunga bir odamning ig'ir musibatga duch kelganligi u odamning iymonining qattiq va kuchli ekanligini bildiradi. Üçüncüsü, Allah Teala bir adamın cennetlik o'rni yuqori ko'tarish uchun unga musibat beradi. Ya'ni Alloh taolo bir odamga ilgari jannatni yuqori bir o'rni yozgan bo'lsa, u odam dunyoda amal qilib, u o'ringa loyiq bir amalni qilib bo'lmagan bo'lsa, Alloh taolo u odamga musibat berish orqali yozgan o'ringa loyiq bo'lgan bir savobga erishtiradi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Innal abda idza sabaqat lahu min Allohi manzila lam yablugha bi amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi." Alloh taolo bir bandaga ilgari Lavhul Mahfuzda jannatni yuqori bir o'rin yozgan bo'lsa, imtihon maydonida bu dunyoda u banda u o'ringa loyiq bir amalni qilib bo'lmagan bo'lsa, Alloh taolo u bandaning badaniga, ya'ni kasal selish orqali, meliga, savdosida ziyon tatqizish orqali va balisqa har turli qazoni berish orqali uni imtihon qiladi, uni musibatga duchor qiladi. Thumma sabbara ala zalik. Ondan keyin Alloh taolo u bandaga shu musibatlarni ko'tarolgudek sabr beradi, toki u odam Alloh taolo yozgan u maqomga loyiq bo'lg'uchilik shu musibatlarni davom qiladi deydi. Shuning uchun qiyomat kuni dunyoda hech qanday musibatga uchramagan kishilar, musibatga uchragan kishilar erishgan savobni ko'rib, koshki dunyoda bizmi shu musibatlarga erishgan bo'lsak deb orzu qilishib ketadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Yawaddu ahlul afiyah anna luhumahum quridat bil maqarib lamma yarawna li ahli al bala min jazil al thawab." Qiyomat kuni afiyat ahli, ya'ni dunyoda hech qanday musibatga uchramagan kishilar, musibatga uchragan kishilar erishgan savobni ko'rib, koshki dunyoda terlarimiz, go'shtlarimiz qochilan kesilgan shaklda bir musibatga uchragan bo'lsak deb mushuni orzu qiladi deydi. Demak, biz dunyoda musibat uchraganlik uchun ularga hissdoshlik nazrimiz bilan qaragan kishilar oxiratda bo'lsa, biz ularga havas qilgudek mukofotlarga erishadi. To'rtinchisi, Alloh taolaning bir odamga musibat berishi uni gunohidan poklash uchun bo'ladi. Bizda ko'p sonli kishilar o'ziga bir musibat kelsa, darhol uni Allohning jazosi deb ko'rib oladi va boshqalarga musibat kelsa, uni Alloh jazolabdi deb qarab oladi. Amaliyotda Mavlana Jaloliddin Rumi aytgandek, bir odamning kaltak bilan gilamni o'g'anligi u odamning gilamni jazolaganligi emas, balki u odamning gilamni chang tuzongdan pokizligini ko'rsatgandek, bir odamga Alloh taoloning musibat berganligi hargizmi Allohning u odamni jazolaganligi bo'lmasdan, aksicha u odamni gunohidan pokilganligini ko'rsatadi. Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom hadisda: "Bir mu'min er va mu'min ayol o'zining badani, mollari va bolalari bilan imtihon qilinadi." Ya'ni badaning kasal selish, mollarda ziyon tortish, bolalarga har xil qazo kelish orqali imtihon qilinadi. Hattoki mushu davomlashib, u odamning ustida hech qanday xatolik qolmaydi deydi. Ya'ni uchragan musibatlarning hammasi u odamning ustidagi xatolikni, gunohni yuvib mangadi deydi. Yana bir hadisda Payg'ambarimiz Muhammad alayhisalom: "Musulmon uchragan har qanday musibat uning gunohiga kafarat bo'ladi, ya'ni uning gunohini yuydi" deydi. Beshinchi sababi, Alloh taolo ba'zi gunohkor bandalarni gunohidan tavba qildirish, Allohga qaytarish uchun unga musibat beradi. Masalan, bir odam hayoti bo'yicha musibatga uchramadi, mol dunyo topdi. Bu odamda o'ziga ishonish, mag'rurlanish paydo bo'ladi. Ya'ni bu mol dunyolarni o'zim topdim, mening badanim kuchli deganga o'xshagan Allohni unutib o'ziga ishonadigan mag'rurlik, bexudlik paydo bo'lib qoladi.
Yana ba'zi odamlarning hayoti bir xil ritmda mansa, hech qanday musibatga uchramasa, u odam oxiratni unutib, dunyoni o'ylaydigan, dunyoga dum tushadi. Bu vaqtda Alloh taolo agar u bandani yaxshi ko'rsa, uni musibat berish orqali o'zining ojizligini his qildirib, Allohga yaqinlashtiradi va uni bexudlik uyqusidan uyg'otib, uning dunyoga boqiy emas ekanligini, hamon bu dunyodan o'lib ketganligini uningga eslatadi. Bu vaqtda uningga berilgan bu musibat Alloh taolo tarafidan kelgan bir signal, ogohlantirish bo'ladi. Shuning uchun tabliğ ta'sir qilmaydigan odamlarga biror musibat hayotini o'zgartgudek darajada ta'sir qiladi. Tarixda musibat bilan musulmon bo'lgan, musibat bilan hidoyatga qaytgan nurg'un kishilar bor. Alloh taolo Qur'on Karimda fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad-darra la'allahum yatadarra'un. Faqirchilik, ya'ni iqtisodda ziyon tortish va og'riq siriqni soldik. Nima uchun? La'allahum yatadarra'un. Allohga tövbe qilish uchun, Allohga yelinishi uchun, Allohga iltijo qilish uchun. 6-chi sababi, Alloh taolo ba'zi odamlarga uni aziz qilish uchun, uning qimmatini his qildirish uchun uningga ma'lum musibatlarni soladi. Masalan, atrofimizda nurg'un qimmatli insonlar bor. Ota-onamiz, ayolimiz, ayollarga nisbatan ayolları, bolalarimiz degandek. Biz ko'p hollarda ularga yetarli ahamiyat berib bo'lmaymiz. Ularning qimmatini bilsakmi, ularni yetarli qadrlab bo'lmaymiz. Ba'zida parvo qilmay qolamiz. Qimmatini his qilmay qolamiz. Ammo ular ushtumtut ma'lum kasalga uchraganda darhol ulardan ayrilib qolishdan qo'rqamiz. Ularning qimmatini his qilamiz. Ularga burun qilmagan muomalani qilamiz. Hatto biz bir odamni yomon ko'rgan bo'lsakmi, u odamning bir kasalga, bir ig'ir musibatga uchraganini ko'rsak, uning qarta o'chmanligimiz hissdoshlikqa aylanadi. Dal mana shuningdek Alloh taolo ba'zi odamlarni iziz qilmoqchi bo'lsa, boshqalarning muhabbatiga, hurmatiga va o'zining qimmatini his qildirmoqchi bo'lsa, uningga musibat berish orqali uning qimmatini atrofdagilarga his qildiradi. Musibatning bundan boshqa biz bilmaydigan nurg'un hikmatlari bor. Bizning vazifamiz beshimizga musibat kelgan vaqtida inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Biz Allohning, Alloh qaytquchilarimiz deyish orqali Alloh taolo Qur'on Karimda degandek, sabrchanlarning qatoridan o'rin olish, Allohga isyon qilish va Allohdan norozi bo'lib qolishni qattiq saqlash. Mushunda qilgan vaqtimizda Alloh taolo Qur'on Karimda tilga olgan Allohning mag'firatiga erishgan va to'g'ri yo'l ustida bo'lganlardan bo'la olamiz. Alloh taolo Qur'on Karimda "Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin allazina idha asabatuhum musibatun qalu inna lillahi va inna ilayhi raji'un ulaika alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun." Biz sizlarni bir oz qo'rqinch, bir oz qahatchilik bilan va mollaringlarga, jonlaringlarga, bolalaringlarga va ziroatlaringlarga yetadigan ziyon bilan chuqum imtihon qilamiz, chuqum sinaymiz. Bu sinoqqa duch kelgan vaqtida sabr qilganlarga, Allohga isyon qilmaganlarga jannat bilan bishorat bergan. U sabr qiluvchilar beshiga musibat kelgan vaqtida biz Allohning, Alloh qaytquchilarimiz deydi. Ya'ni Allohga taslim bo'ladi, Allohga isyon qilmaydi. Ana shular Allohning mag'firatiga, kechirimiga erishguchilardir. Ana shular hidoyat ustidagilardir deydi. Alloh taolo hammamizga beshimizga musibat kelgan vaqtida sabr qila oladigan chidamchanlik ato qilsin. Biz ko'tarilmaydigan, bardashlik berolmaydigan sinoqlar bilan sinimisin.